Rangsiz gullar ko'zda yosh, yurakda chandiq qoldiradigan hikoya. Har bir gul rangli bo'lishi kerak edi. Ammo ba'zilar hayotdan rangini yo'qotgan. 29 sentyabr 2025 yil soat 9:15 da sevimli tuvda 40-qism chiqadi. Men bu his-tuyg'ular okeanini kuta olmayman. Taqdirlari gilam ipaklardek oralgan qahramonlar, xiyonat, sevgi, jim umidsizlik. Zuhra 60 soyasi bilan yuzlashadi. Feruza yolg'on umidda chokishi mumkin. Bu yurakni ezadi. Ssenariychilar, daholar bizni adolatsizlikda yig'latib, issiq chaqnashlarda tabassum qildiradi. Aktyorlar jon oladi. Zuhraning ko'zlari o'g'riq ko'zgusi, Feruzaning tabassumi kuz bargidek. Serial chuqur qazidi, kuch zaiflikda. Har sahna tok urishi, yovuz ayol insoniylik ochadi, qahramon uchqun topadi. Bu hayot ko'zgusi ranglar ochib yorqinroq chaqnaydi. 40-qism yurakni urg'itadi. O'tkazib yubormang, o'zbek jozibasida ruh terapiyasi. Bravo jamoa!